Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari mana darvozamizni o'rnatib oldik. Bog'dod tumaniga Qorako'l qishlog'iga o'rnatildi. Darvozamiz juda chiroyli holatda ustaxonalar qilib berdik. Bu darvozamizning materiallari keladigan stoykalari 8x8 bo'lgan, 1.7 tenkada, profillari 6x4, chiyu tashi, listlari 1.8 listda bo'lgan. Chaspaklar to'qib berilgan, bir ham chaspaklar to'qilgan, zamoklari zubr zamoklar qo'yilgan. Bog'lar qo'yilgan, ochiq yopish uchun. Ko'rishlar mumkin, chiroyli holatda. Xo'sh, bu darvozamiz tepalari paramon qismi lazerda ishlov berilgan, havo aylanishligi uchun. Nerjinkalar, qora nerjinkalar qo'yilgan darvozamizga. Xo'sh, tag qismi profil bo'lgan. Xo'p, bu darvozamizning kvadrat metri 1 million so'mdan stoykalar qilib berdik. Ochilib yopilishlari ham o'tadi. Chiroyli holatda. O'zbekiston bo'yicha yetkazib beriladi. Stoykalarni qilib chiroyli holatda o'rnatib beriladi. Viloyatlarga besplatni yetkaziladi. Vodiyga, Toshkent vohalarga kelishgan holatda stoykalarni qilib o'rnatib beramiz. Shu darvozamiz orqa taraflarini ham ko'rishingiz mumkin. Orqa taraflari ham tekis holatda chiqqan. Tashqi zatorlar qo'yilgan. Svarkalari 4 tadan qoziq urib svarkalar berdik. Chekkalariga, tag qismida 2 ta, tepada 2 ta. Bo'lsa, ishimiz o'ta chiroyli holatda chiqdi. Yon qismlari ham sho'xlarni haqini qo'yib, chiroyli holatda qilib berdik. Xo'sh, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib olasizlar do'stlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Yetkazib, ustanovkalarni qilib beramiz. Behijolat xohlagan paytlarni telefon qilaverasizlar. Kelishgan holatda o'rnatib ustanovkalarni qilib beriladi. Like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasingizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar. Güzel